Assalomu alaykum Muzaffar Muhammadjon. Navbatdagi ta'tilga chiqmoqchi edim. Ariza olib kelgandim, shunga ruxsat bersangiz. Qizg'insiz Botir aka. Men bu sanalarda sizni qo'yib yuborolmayman. Hisobotlaringiz oxiriga yetmagan, press relizlaringiz chala. Oldimizda katta tadbir. Botir aka, ayolingiz qayerda? Oling bu arizangizni. Sizda ham tanish vaziyatmi? Lekin qonun nima deydi? Mehnat kodeksiga ko'ra har yilgi mehnat ta'tili odatda tasdiqlangan jadval asosida beriladi. Ya'ni ta'til sanalari oldindan rejalashtiriladi va bunda xodimning manfaatlari ham hisobga olinishi lozim. Ish beruvchi ishlab chiqarish zarurati sabab ta'til muddatini belgilashi mumkin. Ammo bu jarayonda xodim bilan kelishuv muhim ahamiyatga ega. Mehnat kodeksining 223-24-moddalariga ko'ra ayrim holatlarda ta'til davomiyligi ishlab berilgan vaqtga mutanosib ravishda hisoblab chiqiladi. Masalan, ish yili davomida mehnat sharoitlari o'zgargan bo'lsa, xodim boshqa lavozimga o'tkazilgan bo'lsa yoki ta'tilga chiqish shartlari o'zgargan bo'lsa. Biroq bu normalar ta'til sanasini bir tomonlama belgilashga asos bo'la olmaydi. Agar sizning roziligingizsiz ta'til sanasi belgilanayotgan bo'lsa, siz bu holat yuzasidan izoh talab qilishga haqlisiz. Ish beruvchi ta'til jadvalini shakllantiradi, to'g'ri. Lekin uni xodim manfaatlarini hisobga olmagan holda bir tomonlama belgilashga haqqi yo'q.